Oltinko'lda Andijonda yuravermaydi. Mana Chinobod tomonlarga ham o'tdik. Tilla buyumlari sotilar ekan. Bundan tashqari manaqa koreyskiy parfumeriyalar, eng brend parfumeriyalar ekan. Mayda sotuvchi qizlar yuzinglarga qarab, yoshinglarga qarab tavsiya qilar ekan. Bundan tashqari mayda manaqa sog'lik uchun foydali bo'lgan choylarimiz bor ekan. Bular jenshenli choy, pachkada 100 ta bo'ladi. Immunitetga, qon bosimiga, sahrga, quvvatsizlikka rosa ham yordam beradi. Ayniqsa suyak yemirilishlari, suyakdagi muammolar, shunaqalarga ham juda ham zo'r foyda berar ekan. Ichilgan, sinalgan mahsulot. Sinalgan mahsulot. Bu jenshen stikli variantda bo'ladi. Mana shu pachkada 10 ta bo'ladi. Bittasi bir marta ichishga yetadi. O'zimiz oilaviy ichib ko'rdik. Rosa ham yaxshi narsa. O'zingizni juda ham tetik, baquvvat his qilasiz. Bular qancha endi? Bularimiz 80 ming so'm bo'ladi 10 tasi. Buni donalab olib ichib ko'rsa ham bo'ladimi? Bo'ladi. Bularimiz bankali siroplarimiz. Bankasi 185 ming so'm bo'ladi. Har kuni bir choy qoshiqdan ichib olsa bo'ladi ochiq qoringa. Yana nima mahsulotlaringiz bor? Sog'lik uchun foydali bo'lgan. Kollagenlarimiz bor. Har xil vitaminli ularimiz. Anorlilari qon ko'paytirishga, baliqlilari teri, suyak, tirnoq, tishlar mustahkamligiga yordam beradi. Bundan tashqari Koreyadan kelayotgan uходовый naborlar, keyin dekorativniy naborlarimiz bor. Parfyumlarimiz bor, katta naborlarimiz bor. 100% original, sifatli, hamyonbop narxlarda. Atirlarimiz 300 ming so'mdan 1 million so'mgacha bor. Koreyskiy original atirlar hammasi. Hidlari juda shirin. Bularni probnik variantda ham olib kelib qo'yganmiz. Bemalol xarid qilib, keyin kattasidan zakaz bersa bo'laveradi. Mana nimalarchi? Pomadalar qanchadan ekan bular? Pomadalarimiz 25 ming so'mdan 100 ming so'mgacha bor. Matoviy pomadalar, tint pomadalar, balzamli pomadalar hammasi bor. Yaxshi ekan, ha? Hozir bular qanaqa firmalar, qayerdiki endi? Koreyaning eng trenddagi brend mahsulotlari. Hech qanaqa firma yoki anaqa a'zolik, O'sha brend firmalar nomlarini ham ayting. Masalan, HC brendi, Sum brendi, Centella, Uhui, Cosrx, Ahisway, Anua, Manyo, Beauty of Joseon, Roundlab, Koreyadagi eng mashhurlar, Medipil hammasidan olib kelyapmiz. Juda ham yaxshi narsalar ekan. Keyin bizda karboksiterapiyalar bor. Hozir rosa ham trendda. Karboksiterapiyalarimiz hozir juda ham katta skidkada 49 ming so'mdan. Bir kursini 245 mingga olib